Assalomu alaykum hurmatli internet kuzatuvchilari, YouTube kuzatuvchilari, Instagram kuzatuvchilari. Hop. Bitta qo'raga keldik. Endi buni hozir tomoshaga prosta ko'rsatgani. Tomosha qilgani ko'rsatyapman. Hop, mana shu qo'ylar bor ekan. Mana narxini, bo'yini, kilogrammini, vesini bilmayman, prosta. Mana shu qo'ylarni boqishyapti ekan hoji buvalar. Apparatni o'zini ham ko'rsataman, hozir ishlatyaptilar. Ovozdan ham bilgan bo'lsalar kerak. Qo'ylarni bir oldin ko'rsatib qo'yayin dedim. Rossiyskiy 80 burchak apparatdan. Ya, videoga olyapman, videoga. Qo'l qurib qo'yaversa, qashak chiqaraveradi hozir. Yer yonga kirs chiqarib ko'rsatib o'tilyapti. Mana endi boshqa qilyapti. Tezligi ozgina sekinroqda. Chunki reduktorlikdan chiqib og'iridan. Yonida turibman, mana kirs chiqaryaptilar, quruq kirs. Changini ko'rtiribdilar. Ortiqcha changi chiqqani yo'q. Har xil variantlardan bor, mabodo sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, operatordan tushmoq so'raydi. Bitta pichoqda 90 ham turmagan, xudo xolasa ishlab beraveradigan apparat. Like bosib akalar, kanalga obuna bo'lsangiz.